xabar tarqatdi. Bu strategiya urushdan iloji boricha ko'proq mamlakatlar zarar ko'rishiga erishish, jahon bozorlariga bosim o'tkazish va shu orqali Donald Trampni Eronga zarba berishni to'xtatishga undashni nazarda tutadi. Amerika va Isroilning urush uchun dastlabki rejasi haftadan uzil-kesil muvaffaqiyatsizlikka yuz tutdi. Donald Tramp ultimatumlar qo'yayotgani va Yaqin Sharqqa qo'shimcha kuchlar, jumladan 2,5 ming nafar dengiz piyodasi yuborgani hamda mintaqaga Jorj Bush aviatashuvchisi boshchiligida 3-zarbdor guruhni yuborishga tayyorlayotgani fakti ham shundan darak bermoqda. The New York Times nashri ma'lumotlariga ko'ra, dastlabki reja asosan Isroil tashqi razvedka xizmati Mossad g'oyasiga asoslangan edi. Mossad direktori David Barney avvaliga Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuni, keyin esa Donald Trump ma'muriyatini Eron rejimi yetakchilarining o'ldirilishi va harbiy infratuzilmaga kuchli zarbalardan so'ng Islom Respublikasiga qarshi isyon boshlanishiga ishontirgan. Ammo bu hisob-kitob o'zini oqlamadi. Erondagi kuch ishlatar tuzilmalar, armiya, politsiya, Islom inqilobi muhofizlari korpusi, Basij ko'ngillilari, maxsus xizmatlar, ularning barchasi ko'chalarda to'liq nazoratni saqlab qolmoqda va rejimga qarshi chiqishga bo'lgan har qanday urinishlarni bostirmoqda. Islom Respublikasiga qarshi qurolli kurash boshlashi mumkin bo'lgan xorijiy kuchlar, birinchi navbatda Iroq Kurdistonida o'rnashgan kurd ko'ngillilari esa harakat boshlashga shoshilmayapti. Natijada rejim tashqi tomondan zaiflashdi, ammo ichki tomondan mustahkamlandi. AQSh prezidenti endi Erondagi rejim o'zgarishi haqida emas, balki Hormuz bo'g'ozini qanday ochish haqida ko'proq o'ylamoqda. Bo'g'ozning bloklanishi neft narxi keskin ko'tarilishiga sabab bo'ldi va yakunda jahon iqtisodiy inqiroziga olib kelishi mumkin. Tramp Eron vakillari bilan samarali muzokaralar o'tkazayotgani va AQSh barcha maqsadlariga erishishga yaqinlashayotgani hamda Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlar intensivligini pasaytirish haqida o'ylayotgani haqida aytib chiqdi. Bunday gaplar orqali birinchi navbatda bozorlarni tinchlantirish va narxlar o'sishini sekinlashtirishga umid qilingan. Tramp Hormuz bo'g'ozini ochish yo'lini izlamoqda. U avvaliga ittifoqchilarni savdo kemalari xavfsizligini ta'minlash uchun harbiy kemalarni yuborishga chaqirgan edi, ammo ular urushga kirishni istamay, buni rad etishdi. Politico nashri ma'lumotlariga ko'ra, Tramp allaqachon ittifoqchilarning amaliy harakatlaridan umid uzgan va ularning Hormuz bo'g'ozida kemalar qatnovi erkinligi uchun zarur bo'lgan choralarni hech bo'lmaganda og'zaki qo'llab-quvvatlashi bilan kifoyalanishga ham tayyor. U bunday bayonotlar bozorlarni biroz bo'lsa-da tinchlantirishga yordam berdi. Bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa Hormuz muammosini hal etishda boshqacha yondashuvni ilgari surmoqda. U eskalatsiyani yanada kuchaytirish tarafdori. 18-mart kuni Isroil samolyotlari Fors ko'rfazidagi Janubiy Fors gaz koniga zarba berdi. Bu AQShni xabardor qilgan holda uning roziligi bilan amalga oshirilganiga shubha yo'q. Eronda qazib olinadigan gazning taxminan 70% mazkur kon hissasiga to'g'ri keladi. Erondagi issiqlik ta'minoti to'lig'icha, shuningdek, Iroq va Turkiyadagi issiqlik ta'minotining sezilarli ulushi aynan mana shu konga bog'liq. Zarba berilganidan keyin Turkiya va Iroqqa gaz eksporti to'xtatildi. Eron bunga javoban Qatardagi gaz korxonalarini o'qqa tutdi va gaz narxlari darhol ko'tarilib ketdi. Eron Hormuz bo'g'ozi blokadasini bekor qilish haqida o'ylayotgani yo'q. Bu amalda Tehrondagilarda qolgan yagona ko'zir hisoblanadi va undan muvaffaqiyat bilan foydalanishmoqda. Mart kuni Eron, Britaniya va Amerikaning Hind okeani markazidagi kichik orolda joylashgan Diego Garcia nomli aviabazasiga 2 ballistik raketa uchirdi. Ular nishonga yetib bora olmagan. Bittasi suvga qulagan, ikkinchisi Amerika esminetsi orqali to'xtatib qolingan. Ammo bu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad Eronda 4000 kilometr masofani bosib o'ta oladigan raketalar mavjudligini ko'z-ko'z qilish edi. Eron ilgari ham shunday masofali raketalar ishlab chiqarishga qodirligini bildirgan, ammo ongli ravishda bundan tiyilgan edi. 21-mart kungi uchirishni Yevropa mamlakatlariga tahdid deyish mumkin. Bu orqali AQSh va Isroilga yordam beradigan bo'lsangiz, muntazam ravishda o'qqa tutilayotgan Qatar va Birlashgan Arab Amirliklarining ahvoliga tushasiz, deyishmoqchi.
Katta ehtimol bilan bu tahdid real emas. Eronda uzoq masofali raketalar zaxirasi mavjudligi hamda mamlakat Yevropani muntazam ravishda o'qqa tutish va uning raketalarga qarshi mudofaa tizimini yengib o'tish uchun yetarli miqdorda raketa ishlab chiqarish imkoniyatiga egaligi dargumon. Ammo Eron bu orqali maqsadni Yevropadagilarni urushni imkon qadar tezroq tugashi kerakligiga ishontirishni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin. Urush xarakterini o'zgartirish uchun AQSh va Isroil quruqlik amaliyoti o'tkazishga qaror qilishi mumkin. Hozircha faqat cheklangan bosqin ssenariysi muhokama qilinmoqda. Bu Fors ko'rfazidagi Eronning eng yirik neft terminali joylashgan Xark orolini egallab olishini nazarda tutadi. 23-mart kuni Donald Trump diplomatik yechim bo'lishini istisno etmayapti. U Uitkov va Kushner eronlik yuqori martabali mulozimlardan biri bilan muzokaralar o'tkazayotganini va allaqachon asosiy masalalar bo'yicha kelishuvga erishilganini aytib chiqdi. Xususan, go'yoki Eron yadro quroli ishlab chiqarishdan voz kechishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. Holbuki Eron doim bunday qurol yaratish ustida ish olib borayotgani haqida xabarlarni rad etib kelgan. Erondagilar AQSh faqat G'olibov bilan muzokaralar o'tkazish bo'yicha so'rov yuborgani, ammo hozircha rozilik berilmaganini ma'lum qilishgan.